Diqqat, ogohlantiramiz. O'ta xavfli yuqumli kasallik qaytadan paydo bo'ldi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik qo'mitasi Qrim-Kongo isitmasi deb nomlangan o'ta xavfli virusli kasallik tarqalishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu kasallik inson hayoti uchun juda xavfli bo'lib, o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. Kasallik asosan kanalar chaqishi orqali yuqadi. Shuningdek, kasallangan chorva hayvonlari bilan bevosita kontaktda bo'lish yoki ularning qoni, teri qismi orqali ham yuqishi mumkin. Bu virus qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi odamlar, chorvadorlar, veterinarlar orasida ko'proq qayd etiladi. Kasallik belgilari: to'satdan ko'tarilgan isitma, kuchli bosh, bel va mushak og'rig'i, qusish, ich ketishi, ba'zan qon aralash, ba'zan qon ketishi, burun, milk va boshqa joylardan qon ketishi, umumiy holsizlik, bosh aylanishi, qizg'ish ko'zlar. Profilaktika choralari: chorva hayvonlarida kanalarni qo'l bilan termang va o'ldirmang. Veterinar mutaxassislar yordamida maxsus vositalar bilan tozalash ishlarini amalga oshiring. Tashqaridan kelgan hayvonlarni karantinga oling. Qishloq xo'jaligida ishlayotganda qo'lqop, maxsus kiyim-boshdan foydalaning. Kana chaqqan holda zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Hozircha respublika bo'ylab kuzatuv va profilaktika ishlari olib borilmoqda. Senapid qo'mita aholidan ehtiyot bo'lishni, alomatlar sezilsa tezda shifokorga murojaat qilishni so'ramoqda. Bu kabi yuqumli kasalliklarning oldini olish o'ta muhimdir. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.